sizler uxlanglar, tilga kirmesdin ishqi, sizler bolsanglar. Bana mensup bu kecha, sizler uxlanglar, tilga kirmesdin ishqi, sizler bolsanglar. Çilayman sizler uxmanglar, gül bilen tang çilayman sizler buranlar. Bana o'xshash yurib tursin mening uyimda, yaproqlarga singib ketsin mening. 2 yılına yakın harekatdan tuysuz yo'qib ketding-ku, turmga kirib ketding sen? Ha? Rostmi? Oldingizda meniki ifodamni hammanglar ko'rdinglar. Meningcha bu qilibni harakatga men bosh bo'laman. Bo'lmaydi. Men faqat o'zimni isbotlamoqchi. Sen uyunda narsan yana chiq. Aldırma. Bu haqiqiy nishonimiz. Uning ismi Arpad. Rostda Luka. O qaytib ketdi. Ularning ismi Xameleon. Yaqin 2 yildan buyon paydo bo'lib qolgan eng chong aldamchilik tashkiloti. Bularning hajmi bek chong. Eng muhimi, bular o'z maqsadiga yetish uchun har qanday vosita qo'llanishni yanmaydi. Sende bir yaxshi narsa bor deydi. Şu imza qo'yilgan top kiyimi batı. Ana bu top kiyimi ilgari şu Liverpool komandasi dövlətimiz kelganda qo'yilgan imza atıcı. Aslida bey saqlalıqda şu yana birisi qo'ldan qo'lga o'tib mening qo'limga o'tib qoldi. Sizni ham shu top mastangiz deb anglab olingizga ekilishimdi. Va qanchinchi musobaqa faslidan keyin bilamsan. Va 2018, 2019 musobaqa faslidan keyin. Liverpool bu vaqtda jungo kelmagan bo'lsa. Mayda nadin keldi. Aleyka. O'ylab baxmatimi. Siz aslida top mastanizga emasmi? Unda o'zim qaytib men ularni izlay. Ketmekçiyim. Men aldığından azırak bedelini tölemesem olmaz. Aleyka. Tushuntirishimni anlasangiz. Aleyka! Orta makina pran. Voy, voy qanda ahvoling? Yaxshi. Salomatmi? Yaxshi. O yo'qolib ketding-ku. Bormi? Nima qilibsan? Shu menmi shu tomoga olib kirgan mozinga. Alam yo'q qilma. Bo'lsa, bo'psa hamda. Buni tangchi keli. Ammo.
Yo'qolib ketding-ku, izlab qo'ymaysan. Cho'ngib ketgan o'xshamsan. O'zi deydi o'tirib yo'qolib ketdi. Sen-chi nima ishlarni qilyapsan? Shu bir necha og'aylarim bilan bir ish qotgan. Bunda da. Bunda taqamcha sen bilan bilamizman? Pensiya chiqdi. Hı. Onun ustiga ishim cho'ngib qoldigina, tamalda vaqtim bo'lib qolgan. O ishlarni qilsang taqam qo'shildimi? Nimaga qo'shildi? Qo'shilmasa o'zimni ish tursa bu. Onun ustiga ayni vaqt cho'ng dadam onun qo'shilmabdi ekan-ku. Qilaverib ekan bu ishni. O'g'o shu hamda. Ulandim bo'ldi. Cho'ngishqo yo'q. Shu o'tgani shu azroq pulni tutirib qo'ygan. Shunga bir borib qoldim, olib qoldim. Cho'ngish yo'q. Baklam oshirib turib. Chiqib qas pul napqasi bo'ldi-ku. Nima qildi sen zahmlantirib? Gapini qilmagan aka. Hozir mush chiqqaning yozib tomoq yeyregim pulim yo'q degina. Degina nima ish qildi odamga? Ismi nima? Nima ish qilmoqchi? Men go jiq chiqib beramayman. Barmog'ingni go asli keltirib beramay bo'ldi. Davolanish pulini o'zim akab berma. Aka. Bo'ldi qila. U odamdan qo'bek ilgar. Angasından tışık tekmelik tüzük. Men bağı. Menden bekara quv odamni ko'rib baxmidim tixi. Sen nima ish qilmoqchi? Bo'lmaydi. Nima ishqa? Birinchidan, bu qadimgi nishon unda yuvashlardan emas, noyat yiligar. Bizning 100% ustidagi ishonchimiz bo'lishi notayin. Ikkinchidan, biz nima uchun u ziyonkashga uchragan fuqaroga uchinib beramiz? Agar men uchun samcha. Bu sizning qiziqarli qilib tepagan gaping. Men butun kollektivning manfaatini, kelajagini sizning qo'lingizga uyanib topshirib bersam bo'lmaydi. Agar bu ishni men cho'qim qilmasamcha. O'zim qilmay desang o'zingning ishi. Meni olish huquqim yo'q. Biroq sen qildigan nasihatim o't o'ynama. Ma'qul. O'zim qilay. Men seni cho'qim hayron qoldirayman. Lekin menga hozir bir yordamchi kerak. Qaysi yordam qilsizlar? Shamsiya. Bu qitimqi nishonning qizlardas qiziqishi yo'qdek turdi. Mening yordamim tegmasmiki? Mardan, sen pul beray. Mengo pulga amroq. Lekin ma barmaqim pulni sal mo'yman. Menimcha Mahmudnom degan to'g'ri. Mahmudnom degan. Ma'qul. Isa. Biz necha vaqt yoqqa bir kelishimizga maqsad mushinchik manfaat uchunmi? Isa. Mamag'ay. Bu masala sizlar bilan xeyli qo'shil biletdim. Sizlar Cho'ngish yo'q, men pul topaylab keldim shu. Senchi? Men shu o'l kitob ko'raverib beshim og'rib ketdi-da. Birdan piqrab kiraymi deb. Islay. Biz sana yordam qilib keldik. Lekin bizni bu patqoqdan tatib kirma. Xotirjam bilan. Bo'qtim bog'i, mening maqsadim yolg'iz o'chilish emas.
Mahmudga bir o'zim ko'z tutib qo'yish. Bu qatam hamma ish o'zingga bog'liq. Ehtiyot qilgin yaxshi. Chata chiqmaydi. Çatlak çıkmaydı. Ay senden çatlak çıkmaydı. Çatlak çıkmaydı. Vay benden çatlak çıkmadı. Benden çatlak çıkmadı. Ay vay korkma. Bu qitirmoq nishon bo'lsa Ali. Uning bir atalmış bir şirketi var. Ameliyatı bo'lsa yuqori o'simli qaz yo'rg'adi. O bir futbol mastanasi handicap bir qimavas. Shunlashqa biz futbol musobaqasidan qo'l silishimiz kerak. İlyar, sizning vazifang bo'lsa bir torbatni o'zini tuzash. Ya'ni o'tgan yillik bir maydon musobaqasini naq maydondan to'xtatganda holatga kelish. Mardan, sizning vazifang bo'lsa musobaqa boshlanishdan burun Alining uyining ustidagi simsiz televiziya to'rini uzib o'tish. Men amal tepib, uni biz yasagan torbatda musobaqa ko'rgizman. Qanday? To'liqlarda yavami. Amsarkat neydi? O'ttiz ming. Isley. Sepen gipini qatamsa? Xo'jayim san deydigan gip okey. Jure. Kela. Yaxshiman. O'tir. Yaxshim. Men ismim Ali. Mablag' solaman. Isming? Yaxshi malika. Mening ismim Anvar. Bu sizning shirkatingiz ekanda. Men shu maliyani boshqarish munosabatli ishni qilaman emasmi? Qanchalik pul lozim bo'lsa, izdisam bo'ldi. Bakobdan bo'ldi alika ajmon. Baya shu telefondagi pulga pul tikishadigan bir ishlarni qilib anglab qoldim. Men futbolni bek yaxshi ko'raman-ku. Shunga bolaga seni chaqirib akirgizgan. Mandash alika. Men abay navrakamla telefonlashganda bu ishkirdagi bir qism shu shirkatning odamlari bilan tanishdi. Qarang'u bozor. U meni xabar bilan ta'minlaydi, men shundan qatta to'g'ri tikiman. Bu qarang'u bozor deganni qanday tushundingiz? Alika, siz buni bilishingiz kerak-ku. Mushu har qitim muhim musobaqalar bo'lgan chaqda har qaysi lotereya shirkatlari bozorni ichib yutadi. Odamlar shundan qatta pul tikidi. Lekin buning hammasini davlatimiz ichida cheklangan. Lekin yana bir qism odamlar o'nbun bozordan foydalanib, xufiyani savdo ilib bordi. Bu cheklimiz bakchaq bu ishni. Buni bilmayman, lekin bu aniq ishchi uchur deb bir gapni qilib qoldim. Alika, siz futbolni yaxshi ko'radigan bo'lganki, cho'qim soxta musobaqani bilasiz. Mushu futbol musobaqalarininki yanglish ahvoli qarta, oshib futbol musobaqasining o'zini kontrol qiladi. Lekin buni faqat az bir sondagi ishki xodimlarlik qildi. Mush xabarga asosan biz to'g'ri tikilmiz. Lekin mening mablag'im oz. Necha ming qo'ylam? Shunga tutgan pulimni chiqamas. Unda bu muqim kirimlamba chiqim yo'q ekan-ku. Shunda qanday alika qisqamsiz? Yağımsı bizden to'g'ri tiking. Men sizni xabar bilan ta'minlay. Siz vaqt kelgancha azroq foydasini ulib bersangiz bo'ladi. Bo'ladi. Foyda bo'lsa, tang topila. Qanda pul ketadigan ish bo'lsa, qilsak bo'ladi. Qaysi musobaqa tikimiz masalan? Hozirning o'zi ilib berayotgan musobaqalar mamlakat ichidagi bir qism musobaqalar. Mamlakat ichidagi musobaqalarni toz bilmaydi ekanman men. Lekin sizlar baqshaq bo'ladi. Bo'ldi alika. Amsa vaqt kelgan chog'da men sizni izlay. Bo'ladi. Cho'qim ham telefon ya uchur qilib o'tasajmi? Aqlim. Turban tutsab bo'ldingmi? Asasen çatak yok. Qara. 这种防守层对，哎，这球别愣了，这难道没犯规吗？杨丽宇注意外线，
对， Nereden tarafçı? Merdan Semberge adres bo'yicha o şirketninki sim yo'lini topibdi. Xalq vaqt uzvasak bo'ldi. Esil. Emsi hareketini başlaydı. Ve Alika. Qanday olanız yaxshimi? Ati bir maydan musoq aka. Utuş nisbi chiqib qopti. Buldi. Emsi men ati pulni ag'laray. Ma'qul bo'ldi aka. Alika. Buni nima qilgansiz bu? Uka. Nima degan bilan men bu ishni birinchi qism boshlashim. Onun ustiga sening og'zingdan ham oldim. Hamda men suvning tez, cho'nqurligini bunda bo'lib ish qilmasam bo'lmas. Unda olsun. Bo'xtan pulni men chiqaray. 5000 koy tikay. 1000 koy sizga hisob bo'lsin. Biz yengib qolsak, foydasini sizga bilib beray. Manda olsa bo'la. Unda bo'lsa, ukamning chapında bir ta'lim ekan menda. Voy. Vaqtni birga berib qopti. Men pulni navrakam sapray. Qaytib kelganda bilim musoq ko'ramizmi? Ma'qul. Men saqlan. Keling shu anon. Aka, banka kirib ketdi. 就是在战术上更加厘清了每个人的职责，在不同阵型里大家的跑动的规范。 Voy, ma'nodan oldayman. 对待每一个不同的对手，因为它的特点是绝对完全不同的。对，所 Rahmat 以 sizga. 我们要研究 Cho'qim 它的 tutmas, 弱 xotirjam 点 bo'ling. 和优点，具有更加针对的那种训练。而且对待这种比赛，你必须得打得更缜密，不能太随性，对吧？今天一上来，好球好球！ Nima bo'ldi? Bilmadim. Hey. Menga qarab baqa ananga. Yalnız televizorda kömeyli. Kompüterimiz to'g'ri chiqildi. Bo'ldi. Hamsa kompüterni kömemdi. Voy, denshi chiroyli chiqa boshladi. Baqa bu soxtan o. Simyola qariya menga.跟住他，跟住他， 对，不要伸，不要犯规。哎， Aka,
逼迫对手这种失误还是非常多的。对，这种 ciddi 压迫 oluşmuş 感 param 非常的 sen 强。哎，张 Ya 玉 kay, 宁和奥 şu 普 bize 波这 sıkı 样有一个 talep 加 şu. 场。 Hmm. 好的， Abi yaman o'chamiganmikan? Maqa, bo'ldi. Tushundim. To'g'ri ko'rlar bo'ldi. Ma'qul bo'ldi. Ma'qul. O'ng'ish ham bo'pti. Bir tuzma olay. Hozir kiraman. Voy, Hareketini to'xtatishimiz kerak. nima ish qil? Mahmud bu qitim xatarlik deydi. U nimdiz ishnamsa? Voy. Alika, bu qitim qaraganda biz to'g'ri tikamaydigan o'xshaymiz. Nim bo'lganda o'zim uqamay qolib qoldi. Bizni rostli qarbastiding a. Lekin ishlar uchiqib ketganda men cho'qim sizga aloqa qilishman. Navrakam menga telefon qilibdi, qaytib berib telefon saqla deb. Men mang'ashtirayapmiz. Bo'ldi. Ziyon tatmay tuqqafgan. Shu vaqtim nim bo'lg'ini o'zim uqmay qolib qoldi. Azaldan buni aql ko'rib boqmagan. Yelimo sizni ziyondash yuzmabdimi? Sizni ziyon qilsamabdimi degan nima deganga? Meni minko piyimcho. Ma'qul menda olsun. Ming qo'y pulni men sizga beray. Qanday? Imdug'i bo'lganda Bu minko degan. Mening desma. Haydamcho. bu Navrakamka. Voy, Amal vaqtni so'zib tur. Men hozirlan borman. Gulbog' yo'li 433-qora 9-bino 8-uy. Navrakam hozir keldigan bo'ldi. Men dedim-ku, sizni hargiz ziyonda sug'izmaymiz deb. Navrakam ichkirda deyapmabdi. Birdamda gap bo'ldi. Pulni kim ko'rib Yo'q, bu Navrakam menga xabar bilan ta'minlab turgan. Men pulni ishkidagi biraylarga o'piratgan. Bo'ldi. Saqlayla Navrakam. Bo'ldi.
Hasal? Ötek ovurup, muş hasal üçün mü? Bunun qimmatini ishga adam bildi. Təvərrük bahadır qüvvət əsərləri. Ağır geldim. Qanday qilamiz odamni qo'rqitib? Nimaga asraysa, osmon chiqib ketdi. Boshda bu apatni tushirib qo'ysa qandoq? Alikam, bu meniki navrakam olim. Hozir davlatdan futbol qimavozi qilmishiga qattiq zarba beribdi. Eng asosiy tutquni futbol qimavozligi bilan musobaqada saxta o'ynash qilmishga. Bizningki oldida dot tikkan bu komandamizning liderini saqcha tutib ketibdi. Ona olib qilib qo'ygan munosabatlarimizning hammasi sug'chilashdi. Bu qanday qilamiz ham demay, hamma pulimni tikib ketgan tursa. Ansirman. Ben pulingni vaqtliq yana bir musobaqada o'tkazdim. Mana shu kun davlatning chek musobaqalarga do'tikmay turayli. Men sizning pulingni do'tikkan musobaqa Malayziyaning musobaqasi. Malayziyaning musobaqasi kichik. Shu munosabatlarni bitirib qilmoq tig'im osariq. Mana vaqtim tushib qopti musobaqaning. Mening bu qata sog'ando Malayziya Birlashma Qurilish bilan Malayziya ko'chma xabarlashuv musobaqasi. Hozirgi qimmat nisbati 0.85 atrofda. Bizning tikkanimiz qaysi o'da? O ko'k kiyim kiyganlar shu. Ko'k kiyim. Ha. Kirdi. Tashkillab o'ynatdi-da. Maqtib kirdik. Ben yig'ilgan bo'ldik biz qarang, hozir 1-0 bo'ldi ya. 5 minut başladı 1 minut bo'ldi. Terhadap satu rembatan yang kita boleh lihat bahawa bola itu sebenarnya ke bahagian kanan penjuru sebelum dia melencong Yandık mana? ke bahagian kiri. Jadi seperti kalau anda lihat ada ingat Men dedim go sizga. Biz hargiz sizga ziyon solmaymiz deb. Qarab turib birdan necha ming ko'p pul tutdik. Mana alaydı mehmonligi, alaydı çay. Oy. Bunun bir tetbiqi qildi. Qani. E'lon. Oy. Rahmat. Qanday Alika? Biz sizni oldimandik. Men dedim go sizga. Biz sizni hargiz ziyonda sug'izmaymiz deb. Qara, birdamlab necha ming pul topdingiz. Men sal turib qo'ygo, sizningki foydangizni sizga akab beraman. Bu pulingni qanday olaman afka? Boshda men shu chekib boqay deb o'yladim. Diqqat qilmasa qolmaydi emasmi? Xafa bo'lgan safka. Yo'q. Endi nima deymiz? Agar sizning o'rningiz men bo'lib qolgan bo'lsa, men mushaq qilgan bo'lardim. Uning ustiga keyin bizni hamkorlashgan fursatlar chiqib qo'yna. To'g'ri, fursat degan jiq. Keyingi qitimliq musobaqa 3 kundan keyin. Malayziyaning musobaqalari kichik lekin. Shunga bakchiqcha cheklamim bor. So'mni eng yuqori olganda shu 50 ming. 50 ming olib qolsa 50 mingni men beray. Yengib olsak tang bo'lishimiz emasmi? Voy. Amsiz sizga rahmat aka. İşte deyishdi hamsi. Bugun hali salqin kava. Kim bo'ldi? Vaqtimni qarkat nima to'xtasa? Agar bu qata mabdan zeraklik qilmagan bo'lsa, sen hozir doktorxonada tur. Lekin masalamiz hal oldi-ku. Rasal oldimi? Ma'qul.
Seni qayıl qılay. Birinchidan, sen tanlagan musobaqang. Sen tanlagan musobaqang davlatchilik musobaqang. To'g'ri, sen televizorning signalini uzib etding. Lekin sen yasagan torbat Tыңшын, Yoku, Әліпли, Nur To'rga o'xshash cho'ng torbatlardagi ishonchlikmi? Haq o'z shu torbat chiqib ko'raman-da. Ikkinchidan, tanlagan komandang. Sen tanlagan komanda bir cho'ng komanda emas. Biroq har hol haqlar biladi. Agar men xatolashmasam, o komandaning bosh hujumchisi oldingi maydonda qizil kart edi deyman. Lekin sen tanlagan videoda bu ikki to'p kirgazdi. Uchinchidan, sen banka qo'yib pul solma desang, u Alisin kening adam solib qo'ydi. Sen uning ishxonasidan pulni ilib, bangsang, usini jim sharqqa o'sab qo'yaman. Bu ishlarni men bilmay qara. Lekin biz bog'o mana shunga qara. Meni sen tanlab bergan musobaqa Malayziyaning musobaqasi. Bu musobaqada ko'rilish nisbati nihoyat tuvan. Bizning davlatimiz ichida ilg'u torbati ko'rilishga, hatto yiziqchiyatdagi bir xabarlarim nihoyat oz. Shunga men sen uni almashtiryapman. Sen bunun planını qana bilib qalding? Yasin, sen mi dötem eskensen? Özünün planında mening o'rnimni oldin olib qo'yibsan go. Men bildim qara. Bu ishdan qarab turmaysan. Sanchma qandaroq? Bo'p qolsa? Bo'p qolsa? Bu plan tuzashda qara. Masalan, biz zallam ojiz. Ojizlab ketgili bo'lmaydi. Endi odam bo'lganki xatolik o'tkazmaydi degan bo'lmaydi, shunaqmi? Xuddi men vaqtim xatolik o'tkazgandek. Biroq esini chang tutgan bizdek ish qilganlar bir qatam xato o'tkazsak bo'lmaydi. Ho'yo. Sen bir vaqtim xatolik o'tkazmoqmanmi? Shunchalar yil ishni qilib, oz xatolik o'tkazmagansan, 8-9 qatam ba'da ozganda. Bir qatam xatolik o'tkazib 2 yil chekindim. Atayaq shu bir qatam xatolik o'tkazganliging uchun 2 yil yo'qolib ketding. Dapaqa xil qiziydiganda qildi bu ish. Gan ay chiqibdi, ha? Yulduzmi yo'q. Ketma burmog'ina. Biz uningdan ayatda aliqni taqabul turishni planni ish boqamda qanda. Qara, men bu planni uchun eng oldi bilan digna anglaymiz. Mana fikrim 50 ming emish. Amsa taptimidim. Fikrim akani olib qo'y. Alika bu, ma ishonmaganingizmi? Ay bu sen ishonmaganim emas fikrim. Mashina bexatarligini ansirayapti. Sirtda XPS adamjiq. Ana ustiga pul ilib mangdan. Shuningda ansiraylik. Faradim, sana emravlab mağazı yaxşı olarmiki? Buldum sen mağay. Sizler adat kaç pul alsızlar? O'xshash emas. Anca kaç pul apaqtınız? Sarımg'ina ham bo'ldi. Qarag'anda bu pulni olmoqda o'xshaydi-da. Shamsiya Mardan, Qarag'anda Yasin, sening yordaming lozim o'xshaydi. Ma'qul. Ma'qul. Men chiqay. Shu men bu pul topganni ichki odam yollay degan. Sizlarning Odatga qanday olam, yaxshimi aka? Men tundingmi? Men Merdan. Ya siz tunimadingmi? Men. Yo, sen pul olganda bak tuniysan, pul bergancha tunimaysan-gina, pulni qachon bersan? Pulni qachon bersan? Bak, pulni bersan oltdingmi? Men bir jiddiy pul lozim bo'lib qoldi menga, berib et men pulni. Qayoq pulni berdim-da? Pulni qachon bersan? Elimda qildim. Bir pulni bermay baqasan. Voy. Xeyli ishingiz ekanchi-mi? Gapimgina bo'ldi. To'lmsan men buni. Tuttur-a? Qo'rqmang yo'qturdi. Qaysi puli yo'q? Pulning qarachonlik ichida kimlik bor deyapmi?
Çoxum araçdan bana şey yapıyorsun. Masa. Siz kendisiz o. Siz ahır taptım çıkacağım az bir taşla koyun ne kettim. Aran taptım siz ne bir taşla koyup zaten kettim. Ya tuturum. Ben sizi sormayayım ama cuma ben size. Siz açta dep durup haplı ben de kutulmakçım ha. Siz bir yığız bir yakıma gidip siz bir taşla koyup gep Ben tuturum ben çöndüreyim. Ay canım. Ben sizi sormayayım ha. Ben size. Ben sizi tanıyayım ben. Siz beni tanımam lan ben sizi tanıyayım ben. Siz beni Ya tanımam lan aşağı ben sizi tuturum tanıyayım ben. ben sizi sormayı gelmem bu ömrüm Ben size sizi ben kırıp tanıyayım ben sizi tanıyayım ben. Hadi bilemem adım ben. Ben tutayım. Bir taşla koyun ne? Ben sizi sormayı. Ben sizi çöndüreyim ben size asla tanımaya bir ömrüm küre bakmam siz hemen. Ondan vazgeçiyor. Benim okul dostumdan boyunda bir talman vardı. Köspekler bana kıpekler kör bakay. Körün ay bana bam Hatırımda kıpekler. Ben buna bam ki. Kapımağa mevcut. Uyuyacağım. Kapımağa. Ha şu çöp kapı geldi. Sen oldu kapımağa. Fakat kapımağa. Adamlar için öldürüp. Yok ne? Her al bir kimlik olsun. Ya kimlikçi yok. Ya ki ha? Maçtı değil mi? Bak gel ama. Aka bu pul. Bu pul neyle kompersan davaldagan bade. Kullanıdan davalat. Bunda qilsang bo'ldi aka. Hichlama öz adam. Bo'ldi. Hemen el adam. Baqla aka, juma hamsa. Nim bo'lsa ish bo'lgandek. Rashimaganda
Kendimga odam tushdi. Pulchi? Alini odimiga? Yo'q, maqasa emasda qoldi. Mayli kimni bo'lsin, bu bizning bazimiz. Har birimizga kirib chiqqan vaqtida diqqat qilmasanglar bo'lmaydi. Men şu bu ishga izchil diqqat qilib kelyapman. Men har qatim uy kelishdan burun necha obtuzni qasddan almashib kelaman. Quruq gapni boshqalar bo'ldi. Pul chiqar, pul. Pul chiqar. Voy, pul deb. Mana. Nasıl? İlyar. Ala. Ukang bayamningmi? Meniki shunaqa odam. Ya, rost. Ya, mening telefonim bo'sh yoqimamdoq. Buni yozsang-da. 10 ming koy berdim qana. Ya, bu degan mening pulim o'zimning haqqi bu. Telefon iPhone 11 degida avo yutib ketdi qara. Sening tayin yo'q planingni qilamiz deb. Shunga o telefonni sen to'lsangmi, to'laysa, to'limsangmi, to'laysa. Shunda qo'yadigan sana. Voy, ma'qul, apray. Ocho. Bermay baqaqni. Rafka, ana bo'ldi. Telefonni Mahmudga ber. Sen kim o? Sal turib bilib qolsa, telefonni Mahmudga ber. Sen Zaki. Bey, Yaxshimisiz, biz Xamilyonning odami. Siz bilan deyishadigan bir savdo bor. mening sizlar bilan savdo qilish qiziqishim yo'q. Kim o? Xamilyon. Xamilyon? Bu qanasi ola Minovkamon telefon qildi? Sen de his qilmadingmi? Sening inon shu Xamilyonning odimiga. Nima deydi? Ularning biz bilan ko'rishgisi shunchalik bor bo'lsa, ko'rishib kelaylik. Ben aldı bilen konuşup ötey. Bek olsa Nadire'den. Bu ya U Yasin. Bu Mahmud. Ey. Sen izchil aldatısan ne ha? Undağı emas. Köp kısmı ras. Fakat muşulamış. To'xtala. Ali, xatolaşmışsam başdan ayak sizlar. Bizi sepbergen yemchuk. Bichara nasib etibdi. Siz o'ylaganimdimi aql ekansiz? Qaraganda uning qandaq masala borligini siz beshidli biladi ekansiz. Shundoq turib yana nima ish qilasiz yordam qilsiz? Ne aytasan? Ben Yasinni bir qator to'say olayman. Ikkinchi, uchinchi qatorsi shu. Sizlar aminim bizga qo'l solasizlar. Ey. Sizlar shunchalar ish qilib, nima maqsad ketmoqchi? Siz konlarning eg'izdan bir taq ishga yo'l va sig'maydi degan gaplarni anglamaganman. Biz asli sizlarni qo'g'lab chiqarish maqsadiga kelgan. Lekin sizlarning aldamchilik jihatdagi taktikanglar ikkinchi kunimizga yarab qolganligi uchun biz sizlarni qo'shib olmoqchi. Sizlar bir gapni olganmi? Har kim o'z yo'lida mang'an yaxshi. Meningcha eng yaxshisi bir-birimizga ta'sir ko'rsatmasak yaxshiroq bo'larmikin? Ta'sir qilmaymiz dedingiz. Undaqda Arafatning ishini qanday deyishimiz?
Arafat? Taychurxona ochilgan Pangza. Bizning andimiz. Bu bir fuqishmaslikka. Shundaq uqishmasliklarning yuz berishining oldini olish uchun biz sizlarni o'zimizga qo'shib olmoqchi. Arafatning ichida masalan kechirim so'rayman. Biroq taklif bilan kelsak, biz erkin ozod kunab qolgan odamlar. Bizni gap kirgizib boshqur maqsad tasaroq. Eng yaxshisi o'z yo'limizni ma'lum yasharaqmikan. Boshqa ishlarimiz biz mavduq. Hadi.《人民警察提醒您：任何形式的赌博都是违法行为，珍爱生命，远离赌博。 Xameleon har shanba studio saloni, ko'znak detali va boshqa nopuzliq taraflar tarqatildi. Bizni izchil qo'llab kelayotgan hamda biz bilmaydigan, lekin asarlarimizni hamdardlab kelayotgan salonlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Har qanday salon bizdan beso'roq o'z oldiga tarqasi bo'ldi. Hamda ko'rmalarimizni bizni qo'llab asarlarimizni tarqatib qo'yishni umid qilamiz. Chunki sizlarning qo'llashinglar biz uchun texnik yaxshi ijod qilishga ma'naviy kuch bo'ldi.